Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Cargo Clean. Okamiz Tojikistondan kelib 3 kun bizga muhlat berdilar. 3 kunning ichida bizni mashinani ham bilan plyonka qilib berishimiz kerak, ham salon laminatsiya, ham polniy kuzov polirovka keramika qilib berishimiz kerak edi. Va biz buni uddaladik. Biz ham polirovka keramika qildik. Mashinani polniy salon laminatsiya, undan tashqari polniy kuzovni narbilan plyonka 210 mikrondan polniy kuzov bilan qilib berdik. Bize 3 kun ichida ulgurdik deb o'ylayman. Oka, bizga 3 kun muhlat berdingiz. 3 kun ichida xudo xolasa biz ulgurib berdik. Mashina qanaqa chiqdi? Zo'r chiqdi aka, вообще yonib turibdi o'zi, bilinib turibdi. Ha, tomini ham nima qilmagan edik aka, nimaga qo'shib berdilar, nima qilib. Alohida aytaman, tom qismi qo'shilmagan edi, chunki tomida ham batareykasi bor, ham panoramasi bor. Biz tomiga alohida plyonka olib kelib, tomini ham o'sha narx-navochida qilib skidga qilib berdik. Zo'r chiqdi aka. Sizga ham kelganingiz uchun, ishonchingiz uchun endi 3 kun kam bizga berdingiz.